Yozimizda 3 ta oyoq kiyimlarini kimchiska va restavratsiyaga olib kelibdilar. Kelinglar, masalaga bir chekkadan nima ish qilinish kerakligini ko'rsatib beraman. Birinchi oyoq kiyimimizni ichi ancha kir bo'lib ketibdi va mana bunaqa joylari yirtilgan orqalari, podoshvasini kraska qilaman deb turib, ustilariga kraskalar tegizib yuborganlar. Ikkinchi oyoq kiyimimizda mashina haydayotganlar, bu yog'i ancha qorayib ketgan, podoshvalarni ham kraskalaganlar. Uchinchi oyoq kiyimimizda kojani yaxshi oyoq kiyim, podoshvasini kraskalayman deb ustilariga tegizib yuborganlar, zadniklari ancha o'tirib qolgan va stelkalarni ko'rishinglar mumkin, juda ham og'ir ahvolda. Uchala oyoq kiyimimizni kimchiska va restavratsiya qilib berganimizdan keyin o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Mana uchala oyoq kiyimimiz ham tayyor bo'ldi. Keling, nima ish qilganimizni sizga ko'rsatib beraman. Ichlaridagi lattalarni olib tashlab turib, polni kojani qilib, pistollarni qoqib berdik. Esingizda bo'lsa, bu joylariga kraskalar tegib ketgan edi. O'shalarini tozalab, podoshvalarni oqartirib, yengidek qilib berdik. Ikkinchi oyoq kiyimimizda akamiz mashina haydaydi, mantlari qorayib ketgan va ozgina kimchiska talab bo'lib qolgan edi. Ularni polni oqartirib, cho'tka qilib berdik. Bu oyoq kiyimimizni formalari ketib qolgan edi. Orqadagi zadnilarini cho'tka qilib formasiga keltirib berdik. Kraska teggan joylarini tozalab, polirovka qilib, yangi stilga qo'yib berdik. Kimga shunaqa xizmatlarimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Ishimizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosing.